Abduvali Ayubning Tafakkur va Tuzaq nomli kitobidagi kichik tema o'qimaslik gunoh. Urumchida do'nko'rikka haftada bir berib turmasam, Urumchida yashamayotgandek, balki bir Xitoy shahrida yashab, musofirlikning dardini tortayotgandek tuyg'uda bo'latdim. Turkiyada Qaysari menga Urumchamdagi do'nko'rikning o'zidek bilindi. Uyg'ursirab ketganlarimda 5 soatdan ortiq avtobusda o'tirib, yo'lda qurolliq saqchilarning ancha-muncha kimlik tekshirishlaridan Qashqardagi qismatlarni eslab, qiynalib degandek aran deganda Uyg'ur eng ko'p bu shaharga boraman. Necha qatim borganim esimda yo'q, ammo borg'im kelibla turdi. Har qatim borsam Uyg'urni qaytadan tunigandek bo'laman. Qaysariyda yangidan barpo bo'lgan bir vaqtliq Uyg'ur qurasi va bundan yarim asr burun kelgan Uyg'urlar qurgan bir ko'jim Uyg'ur mahallasi bor. U yerda Uyg'urlarning salgan masjidi va bir o'yliliq tashkilot bor. Bu yozda uruk pishishqida borganimda tashkilot o'ylasidagi Uyg'ur tikkan urukni o'z qo'lim bilan eg'itib baqdim. Urukni vatandosh do'stlar bilan birga g'ulji chaqchaqlarga jo'r bo'lib yeginimiz uchun garchi kuchaning yoki yangsarning uruklariga yetmasimi, Turkiya bozorlarida setiladigan har qanday urukdan ta'mlik bilingan edi. Qurban hayitda dada quchqida yayrab, ona mehriga qanolmagan, ota-onalari Xitoy turmalariga band qilingan yetim bolalarni yo'qlash uchun qadinas do'stim Abdukarim, jurnalist Erkin Tarim va Mir Komiljonlar bilan Qaysariga qarab yo'lga chiqdik. Yo'l bo'yi Qaysariyadagi Uyg'urlarning qandoq tavakkulchilik va mushaqqatlar bilan Turkiyaga yetib kelganligi, Tayland o'rmonliqidagi va turmalardagi ayollar duch kelgan fojialar, dengizga cho'kib, issiqda og'rib, safarda yuqumlanib o'lib ketgan bolalar haqida paranglar bo'ldi. Azobdan, nervsdan adashgan bir ayolning kechmishi yuraklarni ezdi. Bir millat xo'rlangan vaqtda eng dahshat xo'rliqqa, uvalchilikqa va ziyonkashlik uchraydigani ayollar va bolalar bo'ldi ekan. Erlar o'ladi ekan, o'ltirdi ekan. Ular xuddi ayollarni tanlagandek yashashnimi, o'limnimi o'zi tanlay oladi ekan. Ammo bichora ayollar quchoqdagi bolasiga, peshiga eslib yig'layotgan yurak paralariga chidamay, beshiga nima xo'rliq kelsin, qanchalik dafsanda qilinsin, yashashni tanlaydi ekan. Erlar botirona o'limi ketgan bilan ayollar va bolalar ojizona turmushga tutqun bo'ldi ekan. Bolalarga heytlik tarqatadiganligimiz haqidagi xabar Uyg'ur qorasini tirildirdi. Mo'liq qora birdamda bolalarning varang-churanglar bilan kuldi. Erkin akamiz bolalarni ziyorat qilish bilan oldirash bo'lib ketdi. Bolalardan cho'ng bo'lgandagi g'oyasi so'ralganda ko'pinchisi doktor bo'lganligini aytdi. Ichimda alhamdulillah dedim. Men 2015-yili kelganimda bu bolalarning xili ko'p bir qismi mujohid bo'lib kofirlarni yo'qotamiz deyishgan edi. Bolalarning mujohid bo'laman degini, o'laman degini, doktor bo'laman degini, yashayman, ojizlar va bemorlarga hayotlik yo'l ochaman degini edi. Jahonda eng tez qutuladigan ish va tanlashning eng osoni maydiga qurolni tengib o'lish va o'ltirish. Ammo qo'lga kitob ilish aql, jasorat va jafo talab qiladigan uzun musofa. Bundaq yashash va yashatish yo'li nurg'un odamga eg'ir keladi. Bolalarning mujohidlikdan iborat hayot mas'uliyatlaridan qutulish yo'lini emas, doktorlikdan iborat o'lim xavfidan qutuldirish yo'lini tanlagani meni suyundirdi. Heytlik tarqitishda maktabda o'qiyotgan bolalarga avval tarqitish belgilandi. Ko'nglimni yarim qilgani bir uyga liqqida to'lib o'tirishgan bolalarning ko'pinchisi o'qimaydiganlar chiqib qoldi. 10ga yaqin o'qiyotgan bolaga 50 liradan heytlik tarqitib berdik. Buning ichida Uyg'ur adashlar WhatsApp to'pida model va rasmda dong chiqargan Bilalni alohida mukofotladim. Uning yasagan aeroplan modeli menga yillar Bilalni ilib Tangir tog'larida parvoz qildigandek tuyuldi. O'qimaganlarga ilhom bo'lsin uchun biror Qur'on o'qitdik va oyatlarni tajvidlik o'qib berganlarga alohidarak muomala qildik. Shu asnoda bir o'g'limiz mo'nliq qiroati bilan hammalarning qalbini titratdi. Heytlik navbati uning kelganda maktabda o'qiydigan, o'qimaydiganligini so'radim. Bola beparvo bir qiyofatda "O'qimayman" deb javob berdi. Uning qiroatini biror qur maqtayotgandan keyin uningga beriladigan heytlikni ozroq qisqartdim
va maktab kirganda mukofot qo'shib to'liqlab berdiganligim haqida va'da berdim. Kutilmaganda bala man qarab varqirdi. Elanga bundaq pulingizni. Maktabda o'qimayman men. Qur'on o'qiyman. Maktabda o'qimaslik gunoh emas. Qur'on o'qimaslik gunoh. Bala shundaq deguncha qo'ldagi pulni ustalga otdi va yig'ilgan peti chiqib ketdi. Bir afsusliq, bir ochiq azob qonlarimni muzlatdi. 21-asrda maktablarda ayrim din darsi va maxsus Qur'on darsi o'tiladigan Turkiyada yashayotgan Uyg'ur millatining bir farzandi allaqachon Qur'on o'qishni, maktabda o'qishning qarshisiga qo'yib bo'lgan edi. Oldimga kelgan balalarga hayitlik tarqatqach, to'xtamay maktabda o'qish haqida nasihat qilatdim. O'qishga qo'shilganlarga biroz pul qo'shib beratdim. Balalarga hayitlik tarqatib bo'lib, ko'zim boshdan oyoq qop-qora o'rangan bir to'pga tushdi. Asli biz balalarga hayitlik tarqatadigan bo'lgan edik. Xatolik bo'lgan o'xshaydi deb so'rsam, ularmi balalar ekan. Lekin men hech yerini ko'rolmagachga, ular balami emasmi uqolmadim. Bo'yidan qarsam baladek. Ammo ikkisining qo'lida bövek bala. Heyitlik beramdiq bermamdiq degan ma'noda do'stim Abdikarimga qaradim. U, berayli, balkim ukunlar bo'lsa kerak dedi. Bala ko'tarib olgan heyliqi ikki qiz oldimga kelganda so'rsam, balasi ekan. Biri to'y qilib ajrashib ketibdi. Birining balasi 20 kunlik. Abdikarim bilan ikkimiz tangla ularning pul elayotgan, yeshining kichikligiga birdan-bir oshkora isbot bo'lib turgan kichikkina qo'llariga qaradik. Bu qo'llar texi qo'rchoq o'ynab qanmagan, ojiz, kichikkina qo'llar edi. Akram Niyozning Singlimga degan naqshisi esimga keldi. Qolgan qora o'rangan qizlardan so'radim. Yoshlari 11-12 yoshlarda. O'qishsiz, ota-onasiz, ko'z oldi nursiz, yo'riqsiz. Balalarga hayitlik tarqitib bo'lib, yiliqi o'qishni rad qilgan balani izdidik. Boshqa balalardan so'rab yurib, oxir topdik. Do'stim Abdikarim uni ayrim chaqirib, Qur'on o'qish bilan maktabda o'qishning zid emasligi. Maktabga kirib o'qisa, Qur'onni texim yaxshi tushundiganligi. Kitob o'qimagan odamning Qur'onni har qancha o'qisimi tushunmaydiganligi haqida tushuncha berdi. U balaning boshlarini silab, "Qara o'g'lim, Qur'on o'qish savob, ammo maktabda o'qimaslik gunoh. O'qimaslik seni bir umr pulsiz, yo'lsiz, ongsiz odam qilib qo'ydigan eng cho'ng gunoh. Buni unutma" deb uningga eng ko'p heyitlik berdi.